mani siz bilan siz videoyingizni случайно ko'rib qolib, shunchalik tochkasiga urganingizga aslida shu iPhone ni beraman dedim. Nima bo'lsa bo'ldi. Mana iPhone bizda mujik сказал, mujik сделал. Bizda lishniy gap bo'lmaydi. Biz gapiramiz va qilamiz. Hurmatli do'stlar, biz ozgina suhbatlashib qoldik. Bu akamizning ismlari o'zingiz ayting, tanishtiring. Jamoliddin Xolmirza. Jamoliddin aka Vodiydanlar, Andijondan o'g'illari va ukalari shogirdlari bilan kelganlar. Bu akamizning videolariga 4 kun oldin случайно ko'zim tushib qoldi. Ko'rinar-ko'rinmas video chiqib qoldi va o'sha yerda bir og'riqli mavzu menga juda yetib bordi. Ya'ni hayotimdagi bo'lgan real voqeani bu inson, hayotda meni tanimagan inson tochka virguligacha aytib beryapti. Ya'ni menda shunaqa voqealar bir marta emas, 2-3 marta bo'lganligi uchun men ta'sirlandim va storiesga qo'ydim. Kechasi tunida 12:01 aytdim, akajon, shu gapingiz, shu gapni gapirgan tillaringiz hech qachon og'rimasin, hech qachon gapingiz har doim o'tkir bo'lib yursin. Kontentingizni oddiyroq telefonda qilasiz shekilli, xiraroq mendan sizga iPhone 17 Pro Max deb yozdim. Sabab shunaqa videolarni sifatliroq qilib, elga ko'proq tanitsalar, balki yildan yilga ajrashuvlar kamayib borar. Hozir ko'payib ketibdi. Balki yildan yilga insonlarning ko'zi ochilar. Balki har xil bo'lmag'ir videolarni emas, balki bizni 4 millionli auditoriyamiz orqali mana bunaqa akalarimizni kontentiga kirib ko'rgan obunachilar oilasidagi bo'layotgan ba'zi bir tushunmovchiliklarni haligi ilm sohiblaridan o'rganib tavba qiladigan tavba qilar, yaxshi yo'lga qaytadigan yaxshi yo'lga qaytar degan niyatda telefon sovg'a qilaman dedim va o'zlarini chaqirdim. 2 kun yalindim, sirazi kelmadilar, oxiri ko'ndirdim. Menga sovg'a ham olib kelibdilar. Sovg'a mashinada turibdi. Qanaqa sovg'aligini uyga borib ochib sizlarga ko'rsataman. Bu sizga hadiya. Faqat buni ochib ko'rasiz. O'zlari mana bunaqa olsam bo'ladimi telefoningiz? Alloh haqiqatdan mana. Mana bunaqa oddiy telefon. Haligi bitta gap bor, sabr qilsangiz yetishasiz degandek. Juda ko'pchilik aytadi. Aka, videolaringiz xira, qanaqa telefonda olasiz? Oddiy telefonda olaman. iPhone olmaysizmi? Endi iPhone ham bo'lib qolar deb yurardik. Mana shu Alloh sizni qalbingizga soldi, mana aziz ukamiz orqali. Oching. Men o'zim qiziqib ketyapman. Ichida telefon bormi ekan? Hozir ochib ko'ramiz. iPhone ochmaganingizdan bilim turibdi, hayot birinchi marta ochyapsiz shekilli. Mana azizlar iPhone 7 ni ochdik. Oching mana sizni ham. Mana sizga mana. Yoqib ko'ring. Yonarmikan? Shuni bosib tursangiz yonishi kerak. Bizni siylab, sudosiz siylasin. Allohu akbar. Obuna bo'linglar bu akamizga. Mana shu yerda chiqadi shu video. Bossanglar, qaysi video bizni ta'sirlantirganini sizlar ham ko'rasizlar. Balki sizlarning ham shundan keyin sovg'alar bo'lsa, o'zlariga murojaat qilaverasizlar.